Assalomu alaykum. Ola, salom berishing tilini barqaror chiqarib turgan ilonga o'xshaydi. Yaxshi bo'pti. Tinchlikmi? Juda ham jiddiy edi. Nimaga chaqirdingiz? Yo, o'zim bir ko'rgim kelib chaqirdim. Nimaga shunaqasiz? Vahimasidan qo'rqib o'lay dedim. Zo'rg'a yetib keldim. Nima gap ekan deb. Siz bo'lsa xotirjamsiz. Ya o'zingni bos, voy, uncha sakraysan echkiga o'xshab. Men echki emasman. Echkisan, boshingni chelakka tiqib suv ichasan-ku. Bekorlarni aytibsiz. Men uni qilib ichmayman. Ha, to'g'ri, icha olmaysan. Boshingda shoxing bor-da, xalaqit beradi u. Echkisan-ku. Sizga faqat hazil bo'lsa, uyimizga sovchilar keldi. Dadamlar shu bolaga berishamiz deyishyapti. Yo'q, vahima qilmay berib yuborishmas. Yo'q, bu safar jiddiy. Kim ekan o'sha sovchilar? Meni gulimdan ayirib ketadigan, so'kib tashlayman hammasini. Jiddiy bo'ling. Men siz bilan hazillashmayapman. Voy, xo'p, kim ekan aytchi? Bittasi ro'mol o'ragan ayol, yana bittasi sergap, shartaki ayolmi? Oq Nexia'da borishdi. Siz qayerda bildingiz? Uyimizni kuzatyapsizmi? Yo, kuzatganim yo'q, prosta o'sha ro'molli ayol meni onam, shartakisi ammam, mashinada o'tirgan kelishgan yigit men o'zim edim. Voy. Xudoyim, nima? Nimaga aytib qo'ymandingiz? Nimaga ogohlantirmaysiz? Ogohlantirsiz bo'ladi-ku. Nima ogohlantirsam, karnay so'rnay qilib kutib olamidi, nega? Tavba. Yo'q, o'zimga qarab olardim salpal. Nima deb o'ylashadi endi? O'ylab olishibdi. Juda ma'qul, pardozsiz ham oydekkina ekan, tabiiy go'zal ekan. Shuni kelin qilamiz deyapti. Yo'q, aldamayapsizmi, yaramas? Aldayapman. O'zi rosa maqtashuvdi. Erkalab ketasan deb kamaytirib aytdim-da. Voy, bo'pti, uyalma. Ro'mollar olibsanmi? Chiroyli qiz bola? Yarashibdimi? Yarashibdi. Farishtadeksan ulam. Jiddiy gapim bor deb chaqirganim sababi senga uzuk oldim. Hamma rozi bo'lib turibdi, payti kelgandir balki buni. Ko'rchi qani? Uncha chiroyli. Qani qo'lingni berja, o'zim taqib qo'yaman. Voy, yarashdi. Muborak bo'lsin, xonim afandi. Uncha chiroyli. To'xting, siz qo'limi razmerini qayerdan bila qoldingiz? Nima edi? Ismi dugonangni malohatmidi? O'shandan so'radim. Siz hali dugonalarim bilan gaplashyapsizmi? Hali dabdalasini chiqaraman ularni ham. Tuvaya, ertaga senga uylanaman deb turibman. Rashk qilishingga balo bormi, gulam? Yo'qoling, sizga tegmayman. Men yaramas jinni bilan turmush qurmayman. Men quraveraman, o'shaning uchun senga uylayapman, ko'ryapsanmi? Mard bo'laman-da. Bashiringiz qursin, jinni ahmoq. Ha, gapiraver. Baribir seni yaxshi ko'raman. Aytganda ertaga bitta joyga boramiz. Senga kelin ko'ylak tanlab kelamiz, harakatingni qilib qo'ying. Yo'q, siz kelin ko'ylakni to'y kuni ko'rishingiz kerak. Bu eskilardan qolgan odat, qoidalarni buzmaysiz. Oradan 5 oy o'tdi. Allo, begim. Xo'p, gulam. Menga snikers olib keling. Ojonimga haligi yumshoq keks ham olar ekansiz. Bo'ldi, xo'p, go'zalim, qaytishda olib olaman. Orada 2 soat o'tdi. Allo, begim. Snikers yeyman, olma olib keling. Voy, men o'sha snikers olib bo'ldim, mana olib ketyapman. Yo'q, yemayman, olma olib keling, olma yeyman. Xo'p. Yaxshisi men uyga magazin ochib qo'yay, hamma narsa bo'ladi, nima deysan? Yo'q, kerak emas magaziningiz, boshingizda qolsin. Oyimga aytaman hozir, oyijon. Bo'pti, jim bo'ldi, men olib boraman. Oradan 1 yil o'tdi. Allo, dadasi. Onasi. Salat olib kelingni, osh qildik bugun jonim bilan. Bo'ldi, xo'p, olib boraman. Yana kamchiliklar bormi? Bor, pampers tugayapti, ovolingni. Xo'p, buni ham olaman. Yana kamchiliklar bormi? O'zingiz tezroq keling, begim. Sizni sog'indik.